Yuzi manga o'xshab komedon, akne, pora kattaligidan qiynaladigan qizlar. Ekranga yaqinroq kelinglar. Skrinshot qilib olishga tayyor turinglar. Hozir sizlarni yuzimni bu holatidan bu holatiga qiynalmasdan tezlik bilan davolab bergan shiddatli beshlik bilan tanishtiraman. Ham yaxshi tozalasin, lekin quritvormasin deydiganlar uchun mana sizlar uchun eng zo'r penka. Yuzinglarni chaqalog'ini terisida qilib yumshoq tozalab beradi. Hozir sizlarga isboti bilan ko'rsataman. Buni so'z bilan ta'riflashning hojati yo'q menimcha. Bilmaganlar uchun yuzimda eng yaxshi tonalkadan tortib, eng yaxshi tushgacha bittada qiynalmasdan yechdi. Hattoki mushugim ham menga bunchalik sodiq emas. Lekin men bu yerni xiyonat qilmasdan qayta olib ishlataman. Yuzimga allergiya bermasdan bir xilda ham yaxshi namlab beradi, ham oqartiradi, ham akne uchun eng yaxshisi. Mana shu banchkani tushirib, yuzim bilan silab tushiraman. Shunda qo'limda ham qolmaydi, oqib ham ketmaydi. Yuzlaringizga uxlat qilayotgan paytda har bir uxlat yetma-ketligida 2 minutdan vaqt qoldiring. Poralarim 3 metr uzoqlikdan chuqurga o'xshab ko'rinadi deydiganlar uchun. Mana sizlar uchun yechim. Ham yuzdagi aknelar katta bo'lib ko'rinib qolgan poralar uchun ham eng zo'r yechim. To'g'ri, menda Asterix va Obelixdagi eliksir yo'q, lekin menda mana bu bor. Ishlatishinglarni 2-haftasidayoq уже effektini bildiradigan yagona krem. Adashmasam 3 yil oldin ishlatishni boshlaganman. Institutimni tanlashga adashgan bo'lsam ham, lekin shu kremni tanlab adashmaganman. Har bir qizni yig'lagandan keyin qoladigan ishish, ko'karish, undan tashqari ajinlarga qarshi ishlaydigan Vagrub Glass. Menda уже tugab qolgan. Sizlarga maslahatim, Vagrub Glass tanlayotganda mana shu vibratorlisini tanlang. Ishoninglar, o'zinglar ham, ko'zinglar ham mazza qiladi buni massajda. Sizda ham mendaqa problema bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatganlarimni qunt bilan ertalab va kechki payt ishlatadigan bo'lsangiz, mendan ham yaxshi natijalarni olasiz. Yuzinglarga foyda bo'lsin desanglar, menga podpiska tashish esinglardan chiqmasin. Всем пока.